Assalamu alaikum musulmon bir tug'anlar. Sizlar men Bozor xabar kanalı bugün 6 aprel rubl kurs bağlarını ko'rsatamiz. Qirg'iziston rubl soat sayin o'sib жатат, ko'tarilib жатат. Bizde like bosib, podpisatsiya ko'ringizlar. Qirg'iziston bizde 100 mingda odamlar ko'rdi, 98 mingda qattalbay, 98%da qattalbay like bosbay ko'rdi. Like men qo'llab qo'yingizlar. Mana rubl. Keremet bank. Shunday bo'ldi. Rubl dollar kursi bağlari, dollar ko'tarildi qayra. Aman bank bu yerden 1,2 tiyindan bo'ldi. 1020dan bo'ldi rubl. Valyut şekilde bo'lsa 1030gacha ham bo'ldi. Ben söyleshib olsanglarchi. Bu yerda 1020 Adne valyutalar boş şarında olsun. Geçmesinde 1020'dan 1020. Buyursa dağın götürülür, saatlerin götürülür. Keçki 1040'a çıkıp olsa yaxşı bo'ladi. 1050'ga qanday deysinger? Kommentariyaga qo'yib yazıp ketingizler. Bu yerda 1020 Qirg'iziston bankda.